Qarshi shahrida yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadigan yangi maskan Yoshlar texnoparki o'z faoliyatini boshladi. Tantanali ochilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov ishtirok etdi. Vazir o'z tabrigida yoshlarning ilm, innovatsiya va startap yo'nalishidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarbligini alohida ta'kidladi. Texnoparkda yaratilgan zamonaviy sharoitlar, o'quv xonalari, texnik uskunalar va tajriba maydonlari bilan yaqindan tanishildi. Bu yerda yoshlar nafaqat bilim oladi, balki o'z startap loyihalarini ham amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Vazir yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi, ularning g'oyalarini tingladi, loyihalarni ko'zdan kechirdi. Har bir yoshning orzusi bu yurt kelajagi degan yondashuv asosida fikr almashildi. Shuningdek, viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari va tegishli tashkilotlar rahbarlari bilan yoshlar hayoti, ularning ta'limi, bandligi va kelajagini ta'minlash bo'yicha fikr almashildi. Yoshlar texnoparki bu ilm, innovatsiya va tashabbuskorlik markazi, yangi avlodga yo'l ochuvchi zamonaviy maydon.